Rossiyaning jasusluq sun'iy hamrohisi to'g'risida tushuncha. Olam bo'shlig'ida harakatlanayotgan Rossiyaning jasusluq sun'iy hamrohisidan faqat 7 donasi qilib qopti desam, Rossiyani kuchlik deb so'zlab kelayotgan odamlar faqat ishonmasligi mumkin. Amerikaning James Caan degan fondining 2020-yili e'lon qilgan maqolasida Rossiyaning olam bo'shliq sanoatining taraqqiyot texnikasining qaysi darajada chirigilishib, chekinib ketganligini mulohaza ilib borgan ekan. Bo'libmi bu qitimqi Ukraina urushida Amerikaning jasusluq sun'iy hamrohlari harakatlanayotgan bo'lsa, Rossiyaningmi jasusluq sun'iy hamrohlari Ukrainaning havo bo'shlig'ida harakatlanyotdi degan gap. Amerikaning jasusluq sun'iy hamrohlari bo'lsa, Ukraina armiyasiga Rus armiyasining har bir texnik uskunlariga to'g'ri o'rin belgilash, uchur ma'lumotlarni yetkazib berib, Rus armiyasiga og'ir talafot keltirib chiqargan. Lekin Ruslarning boshqarilgan bombasi, Ruslarning nishonga to'g'ri tekkizadigan raketa bombalari Rossiyaning jasusluq sun'iy hamrohisining qo'mondonligida Ukrainaga hujumga o'tgan. Lekin Rossiyaning boshqarilgan bombalari, raketa bombalarininki nishonga tekkizish ahvoli intayin tuvan bo'lgan. Buningdan shuni ko'rib olgan bo'ladiki, Rossiyaning jasusluq sun'iy hamrohlarining to'g'ri uchur yetkazib berish iqtidori nachar o'ringa chiqib qolgan. Ya'ni Rossiyaning olam bo'shlig'idagi jasusluq sun'iy hamrohlari mas holatda olam bo'shlig'ida uchib yurgan. Har qaysi davlatlarning tushanchisida Rossiya haddidan tashqari ikkinchi davlat bo'lib, olam texnik taraqqiyoti bek ilg'or deyilgan bo'lib, jasusluq sun'iy hamrohlarimi necha yuzdan eshib ketish mumkin deb qarilib kelgan. 2018-yildan 2022-yilga qadar Rossiya davlati har yili bir dona jasusluq sun'iy hamrohisini olam bo'shlig'iga qo'yib bergan. Masalan, 2018-yili olam bo'shlig'iga qo'yib bergan jasusluq sun'iy hamrohisi olam bo'shlig'ida tuyuqsiz o'zining rolini yo'qotib qo'ygan. 2020-yili Rossiya davlati olam bo'shlig'iga qo'yib bergan jasusluq sun'iy hamrohisi sun'iy hamroh orbita yo'lidan qiyib chiqib ketib, yo'qolib ketgan. 3 va 4 qitimliq jasusluq sun'iy hamrohisini olam bo'shlig'iga 2022-yili qo'yib bergan. Bu ikki jasusluq sun'iy hamrohmi olam bo'shlig'iga kirib, yer bilan aloqalashamay, bu ikki sun'iy hamrohmi olam bo'shlig'ida kuyib ketgan. 22-yili 10-oyda eng oxirgi ilg'or bir sun'iy hamroh bo'lib, ismi Koinot 256 bo'lib, bu sun'iy hamroh 2022-yili 10-oyning 16-kuni saharda qo'yib berilgan. Olam bo'shliq orbitaga kirib, 12-oyning 10-kuni texnik jihatda masal chiqib, kuyib ketgan. Bunda aytganda aran 2 oy umr ko'rgan. Burunqi orbitada xizmat qilayotgan Rossiyaning koni sun'iy hamrohlarining sonimi ancha jiq emas ekan. Hamda Amerikaning James Caan aql ambar fondining chiqargan tadqiqot sonliq ma'lumotida 2022-yilga qadar Rossiyaning harbiy ishlarga munosabatlik jasusluq sun'iy hamrohisini ichiga olgan jami 108 dona sun'iy hamroh bo'lib, buning ichida 25 yo'l boshlag'ich sun'iy hamroh bo'lib, bu sun'iy hamrohning yo'li qatnash qurol yo'l boshlag'ich sistemlariga munosabatlik ekan. 48 donasi bo'lsa, uchur aloqa ishlarga munosabatlik. 8 donasi elektronlik razvedchi sun'iy hamroh bo'lib, bu sun'iy hamrohlar olam bo'shlig'ida turib, yer sharidan tarqalgan har xil turdagi radio to'lqinlarini kuzatadi ekan. Buningdan boshqa yana 5 dona optikalik tasvir hosil qilish jasusluq sun'iy hamrohisi va 2 dona radar tasvir hosil qilish sun'iy hamrohisi bor ekan. Uningdan boshqa yana burunqi 6 dona oldin ma'lumot signal berish sun'iy hamrohisi, 5 dona olam bo'shlig'ini kuzatadigan sun'iy hamrohisi, yana 5 dona fan texnik ishlarga munosabatlik sun'iy hamrohisi bor ekan. Shunday qilib, jami 108 dona Ruslarning sun'iy hamrohisi ichida faqatla 5 dona optikalik tasvir hosil qilish sun'iy hamrohisi bilan 2 dona radar tasvir hosil qilish sun'iy hamrohisi, jami 7 dona jasusluq sun'iy hamrohisi bor deb hisoblashga bo'ladi ekan. Bu 7 dona jasusluq sun'iy hamrohisi faqat yer yuzidagi muhim narsalarni rasmga aylantirib, belgilik o'rinlarini hisoblab chiqadi ekan. Lekin bu 7 dona sun'iy hamroh o'zaro hamkorlashib yer sharini to'liq
qaplash nisbatini hosil qilolmaydi ekan. Uning ustiga bu 7 dona sun'iy hamroning ichidan ko'p qismi asli iqtidorini yo'qotgan ekan. Ya'ni kelib bu jasuslik sun'iy hamrolarning texnik saviyasi hozirgi Amerikaning jasuslik sun'iy hamrosining texnik saviyasiga solishtirganda farqi intayin cho'ng, selishtirg'ini bo'lmaydi ekan. James Tonning maqolasida yana shuni tushuntirdiki, Rossiya harbiy taraf amalsiz holda harbiy ishlarga tava bo'lmagan 3 dona sun'iy hamrosini ishlatgan ekan. Lekin bu 3 dona sun'iy hamromi 2022-yili vaqti to'shib o'zining iqtidorini yo'qotgan ekan. Bo'libmi hozirgi Amerikaning yuqur fan-texnik davriga solishtirganda Rossiyaning olam bo'shliq sanoati texnik jihatda bak orqada qolgan bo'lib, solishtirg'ini bo'lmaydi ekan. Rossiya davlati bundan keyin yana 4 dona jasuslik sun'iy hamrosini olam bo'shlig'iga chiqarmoqchi ekan. Buning nishonni farq etish to'g'riliq nisbati qanchalik deganda 1 metr farq qiladi ekan. Lekin Amerika davlati yaqinda qo'yib bergan razvedchi jasuslik sun'iy hamrosiningki nishonni farq etish nisbati bo'lsa 0,1 cm ekan. Ya'ni 10 cm yeyishga to'g'ri keladi ekan. Hozir mushundaq saviyada turibmi, Rossiya armiyasi hozirgi 4 dona sun'iy hamrosini olam bo'shlig'iga bexatar holda olam bo'shliq orbitiga chiqarmay yetibdi. Olam bo'shlig'idagi sun'iy hamro yer yuzidagi shakllarni farq qilish iqtidorining farqi 1 metr bilan 0,1 metrning farqini bilmoqchi bo'lsak, buning misoli Ukraina armiyasi bilan Rus armiyasining ishlatayotgan T-72 tipdagi hujum xarakterli tankining uzunligi 7 metr, kengligi 3 metr 60 sm. Bu tanka Rossiyaning olam bo'shlig'idagi jasuslik sun'iy hamroning farq qilib avatib bergan shakli bo'lsa, uzunligi 7 metr, kengligi 3 metr, g'uva bir rasm. Uning nima ekanligi aniq emas. Hatto tankining zambirkimi ko'rinmaydi. Bu shaklni mashinada farq qilish kerakmi, tankida farq qilish kerakmi? Hukm qilmoq tez. Amerikaning harbiy ishlar ishlatadigan yuk mashinasining uzunligi 10 metr, kengligi 2 metr 40 sm bo'lib, Ruslarning sun'iy hamrosining farq qilgan holati kengligi 3 metr, uzunligi 10 metr, 4 chas bir narsa bo'lib, uning nima ekanligi aniq emas. Hammasi g'uva. Demak, Rossiyaning olam bo'shliq sanoati hozirgi Ukraina urushida hech qanday unumli natija yaratib berolmagan. Ukraina urushida Rus armiyasi nihoyat ko'p bo'lgan har xil tipdagi ballistik boshqarilgan bombalarni qo'yib bergan. Bu boshqarilgan bombalar qo'yib berilgandan keyin to'g'ri nishonga tegmagan. Masalan, nishonlab otgan aeroplan, nishonlab otgan aeroportni, hattoki Ukraina harbiy qo'mondonlariga to'g'ri nishon bilan tekkizamagan. Lekin Rus armiyasining qo'mondon bosh shtabi Ukraina armiyasining harbiy aslalariga to'g'ri nishonlab zarba berdik deb hukm chiqargan. Lekin zarba berilgan nishonning hech qanday ilmiy texnikaga ega bo'lolmagan. Faqat faraz bilan hukm chiqargan. Rus armiyasining bosh shtabi faqat erishgan ma'lumoti bo'lsa, oldingi saf askarlarning faraz qilgan ma'lumotiga erishgan. Natijada Rossiya armiya orasida tuvandikilar yuqoridagilarni aldash, yuqoridagilar tuvandikilarni aldash ahvoli ko'rilgan. Lekin Amerika davlatining jasuslik sun'iy hamrosi butun yer sharini qoplagan bo'lib, 24 soat uzluksiz aniq ma'lumotlar bilan Ukraina armiyasini ta'minlagan. Ukraina armiyasining atgan har bir tal o'qi 100% to'g'ri nishon o'rin belgilash ma'lumoti bilan Rus askarlarining tanklarini pachoqlab tashlagan. Ukraina davlatining olam bo'shlig'ida hech qanday sun'iy hamrosi bo'lmasmi, Amerikaning yetkazib bergan to'g'ri uchur ma'lumoti bilan Rus armiyasining oldingi safdagi bosh shtabi, qatnash transport aslalari va tank zambira qismlarini pachoqlab tashlagan. Natijada Ruslarning havo armiyasi o'zining iqtidorini joriy qilolmagan.